$5.000, $10.000, $15.000, $20.000. Bu pullarni qayerga beramiz? Videoni ko'ring oxirigacha. Bu Sergeli tumani Xonobodda bo'lgan 3-may kuni uy yonib ketgan. Sog' joyi qolmagan. Akamiz oddiy shofyor. 4 ta qizi bor. Hozir ayoli 4 ta qizi bilan qaynonasining uyida, ya'ni qaynotasining uyida istiqomat qilyapti. Bir tog'asining uyiga boradi. Farzandlar har tomonda sarson. Bizga murojaat qilib chiqqan edi. Bir ikkita bloglar ozgina yordam qilgan, 23 million, 25 million pul yig'ishgan xolos. Betonni o'zini quyib, devorni shlaka blokdan ko'tarishgan. Men mayli dedim, o'ylab ko'rib, bitta video olamiz dedim. 24 soatga qo'yib beraman dedim. Ular hozir bu puldan xabar yo'q. Endi 4 ta qizni barokatini ko'rib qo'ying. 4 ta qizga biz marojna beramizda, videoni olamiz. Keyin o marojnadan yeyiladiz. Marojnani ochganda har biridan $5.000 chiqib keladi. Videoni oxirigacha ko'ring, mazza qilasiz. Lekin natural muzqaymoqlar eng zo'ri. Sifatiga vobshe gap bo'lishi mumkin emas. Lekin endi marojnachi keyin ular marojna deb aldab qo'ysangiz, keyin marojnasi yo'qmi deydiganlar uchun mana shu marojnasini ham olganmiz. Undan keyin videoni olib bo'lganimizdan keyin mana marojnani ham beramiz. Yorib tashlagan marojna. O pista bodom, vay, mazza qilasiz. Qani, videoni oxirigacha ko'ring. Ketdik. Aziz vatandoshlar, biz Sergeli tumani Xonoboddamiz. Bu oilamiz, akamiz, biz oddiy shofyor odamlarning xizmatini qilib, oilasini boqib keladi. Oilada 4 ta qizi bor, 4 ta jannati bor. Onasi, ayollari. Bu akamizning oilasiga sinovning kattasi keldi. 3-may kuni shu xonadonda o't chiqib, uy yonib ketgan. Yana ham Xudo suygan bandalar ekan. Uyda hech kim bo'lmagan. Kelinoyimiz oyoqlari sinib qolib, farzandlar bilan uyda bo'lgan, onaxon boshqa yerda bo'lgan, akamiz ishda bo'lgan. Agar farzandlarining birortasi yoki ikkitasi uyda bo'lganda-chi, alhamdulillah, hammasi salomat. Bu uy topiladi, bir matoh. Endi hozir bir ikkita bloglarimiz ozgina yordam qilishgan, u yoq bu yog'i olib chiqib video qilib karta qo'yishib, bu yoq bu yog'i 26 millioncha pul yig'ilganda shlaka blokdan qirilishgan. Bu yoq ham to'xtab qolgan, ustidan ham qarzi bor. Kelinglar, mana shu 24 soatlikka biz avariyni holatligi uchun payshanbadan tashqari qo'yib yubormoqchimiz. Qo'linglardan kelgancha mana shu oilaga bir yo'q deganda $20.000 qilishimiz kerak. Bizani ko'rib turganlar, bizning boshimizga bir musibat tushib qoldi. Mana shu bizga yordam beringlar, umra hajidan savobini bersin sizlarga. Amin. Mushkullarimiz oson bo'lsin. Uyimiz yonib ketdi, iltimos yordam berib yuboringlar. Sho'rg'i yugur. Olib kelib bo'ladi, yetkazib olamiz. Qolgan ularimiz nimani olib kelib, marojnani olib kelib bularga bo'ldi, salam, bo'ldi. Rahmat, kattakon sizlarga ham. Voy, yig'lama jonim. Mana senga. Qani bu kichkinasi? Qani, ochib yeylarchi endi. Ochib mazasi zo'r. Natural muzqaymoqlari. Baraka topinglar, rahmat. Hammanglarni boringlarga shukr. Ochsana. Ye. Bu qizimiz nomidan $5.000 ekan. Ya, bu qizimiz nomidan $5.000. Ye, kichkinasidan ham $5.000. Voy, bunisidan ham $20.000. İki dünya odamlari, ikki uyning egasiz. Qaysi dunyo kerak sizga, qaysi uyni bezatyapsiz? Quruq qasr, qavat, ko'ngil istagingiz jannat. Biri arzon, biri qimmat, qaysi uyni bezatyapsiz? Menga telefon qilishdi. 4 ta qiz bilan ko'chada sarson deganda, men ham 3 ta qizim bor. Qizlarning barakasini bir ko'rsatib qo'yay dedim. Aka, Rahmat kattakon. Rahmat. bugun bir oilani olib chiqqan edik. Biz $20.000 yetar, xolos bizga boshqa pul kerak emas degandi. 40 qancha ham yig'ib bergandik. Shuni $20.000 sizlarga ajratdim. Rahmat. Bu qizimiz ertaga yakshanba kuni Hindistonga uchib ketyapti. Mana shu qizimizni duo qilib qo'ying. Tuzalib ketsin, yosh qiz 2 yarim yosh. Dard beribdi, ularga dardlariga shifo kamolot yetsin.
Allohim yaxshi bo'lib qolsin, ota-onalari xursand bo'lsin. Amin. Boshlayotgan ishlarni Allohim Amin. xayrli, barakatli qilsin. Amin. Alloh bundan ham ziyoda qilsin. Hammaga yordam berib assalom. Amin. Allohim o'zi umringlar uzoq bo'lsin. Hammanglar xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik tilaymiz. Senay xursandmisiz? Turarlar qizni barakasini ko'rdingizmi? Qalay ekan? Molu dunyoyingiz qop-qop qilyapsizmi goho savab? Haq oldida qanday javob, qaysi uyni bezatyapsiz? Ikki dunyo bir fani, yana biri ketar boqiy. Allohim mehribon dey. Allohim mehribonchiligidan yig'layapman. Rasa so'ragan joyingiz bor ekan, xudoyim. Namozlarimni so'rayapman. Kechasizlar, ha? Mana hozir xudo xolasa tezlashtirib uyni buturgizib, uyni butgan holatini ham videosini sizlarga xudo xolasa qo'yamiz. Balkim 1 oy, balkim 2 oyda. Endi bu 20 ming bilan hal qila olmaymiz. Shuning uchun sizlardan bir iltimos, akamiz o'zlarining telefon nomerini qo'yamiz. Boshqa vajlar bilan telefonga bezovta qilib beradi. Bu akamiz meni nomerimni bilmaydi. Men просто yordamga keldim. Kelinglar, mana shu nomerga telefon qilasizlar. Qurilish moldagilar. Ha? Tadbirkorlar. Kimdir shiperiga, kimdir taxtasiga men yordam beraman, kimdir poliga, kimdir eshik derazaga deydigan yaxshi insonlar bo'lsa, bo'ldi. Savobni berib qo'yib, kichkina qizchamiz, 2,5 qizchamiz savobni o'zi qilib qo'yibdi. Kelinglar. Murod aka deb telefon qilasizlar, Murod aka lokasiyadan chap beradi. Kelib kimdir shiper, eshik deraza nima bo'lsa, qo'lidan kelgan hashar qoraylikda tezlashtirib uyni bitiramiz, mana shu yerda birga osh yeymiz sizlar bilan. Boringlarga shukr. Hammanglarni yaxshi ko'ramiz. Assalomu alaykum.